Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun insonlarning shuhrat havisi va shuhratparastlik degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada insonlarningki shuhrat havisining qandoq bo'ladiganligi, u qandoq bo'lgan vaqtida shuhratparastlikka aylanadiganligi, ham shundoqla shuhratparastlikningki konkret alomatlari to'g'risida qisqacha bir savod berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bo'lsin. İnsanların şöhrət ehtiyacı insanların hürmətleniş ehtiyacından ibarət ruhi ehtiyacının mühim bir qismi bo'lib, u insanların fizikalik ehtiyacı bo'lgan yemək içmək, turalğu, isinish, bexatarlik ehtiyacı və ruhi ehtiyacı bo'lgan təvəllük, dostluq, söygü muhabbət ehtiyacından keyin paydo bo'ladigan yuqori darajalik ruhi ehtiyacdır. İnsanların şöhret ihtiyacı onun konkret ifadalanish ahvoliga qarab hem ijobiy hem salbiy bo'ladi. İnsanların şöhret ihtiyacı ijobiy yoki sog'lom bo'lgan vaqtida u insonlarning muvaffaqiyat qozonishidagi harakatlantiruvchi kuch hisoblanishi mumkin. Ammo u sog'lom bo'lmagan vaqtida yoki salbiy bo'lgan vaqtida shuhratparastlik hisoblanadigan bo'lib, u insonlarga salbiy ta'sir paydo qiladi. Şöhretparastlik degan vaqtida insonlarning shuhratga bo'lgan sog'lom bo'lmagan yoki salbiy ma'nodagi intilishini ko'z tutadigan bo'lib, u insonlarning benormal psixikasi bilan munosabatlik. Agar insonlar o'ziga maftun bo'lish psixika benormalligi yoki o'zini markaz qiladigan xarakter benormalligiga giribtor bo'lgan vaqtida, ular o'zlarini shuhratga va ko'pchilikning markazi bo'lishga munosib deb qaraydigan bo'lib, ular har zaman o'zining rolini ko'p turdi, o'zini maqtaydi va qo'llanishga bo'ladigan har qanday vositalarni qo'llanib, boshqalarning diqqatini tortishga tirishadi. Bundaq kishilar o'zining natijasi orqali emas, balki o'zini shu shuhratga haqliq deb qaragani uchun o'zini maqtab bozorga silish va boshqalarni inkor qilish orqali boshqalarning hurmatiga erishishga tirishadi. Mana bu shuhratparastlikningki konkret ma'nosi. Undaqda shuhratparastlikka giribtor bo'lgan kishilar yoki shuhratparastlarningki qandaq konkret alomatlari, ifodalari bo'ladi degan vaqtida, birinchidan ular davomliq o'zini va oilasidagilarni maqtashi mumkin. Ikkinchisi, har xil ijtimoiy taratqularda davomliq o'zini tashviq qiladigan, o'zini maqtaydigan yozmalarni ko'p tarqatishi mumkin. Üçüncüsü, o'zining ijtimoiy taratqulardagi rasmini, yani bo'libmi bak yeb ichgan, o'yin tomosha qilgan suratlarni davomli yangilab turishi mumkin. To'rtinchisi, o'zining tashqi qiyofatiga alohida ahamiyat berishi mumkin. Beshinchisi, ijtimoiy taratqularda davomli qiziq nuqta yoki gündem yaratishi mumkin. Oltinchisi, davomli g'alati ishlarni qilish, g'alati uchurlarni tarqatish orqali boshqalarning diqqatini qo'zg'ashga urinishi mumkin. Mana bular shuhratparast kishilarda bo'ladigan alomatlardir. Albatta, shuhratparast kishilarda faqat bu alomatlar ya ifodalar bo'ladi deganlik emas, uningdan boshqa har xil alomatlar bo'lishi mumkin, biroq bular shu shuhratparast kishilarda universal bo'ladigan muhim alomatlar.
Undaqda insonlar nima uchun shuhratparast bo'ladi? Degan vaqtimizda insonlarningki shuhratparast bo'lishiga sabab bo'lgan omillarni o'xshamagan tadqiqotchilar o'xshamagan tarafdan izlanishi mumkin. Shundaqdimi buni tuvandagi taraflarga yig'inchoqlash mumkin. Ya'ni ba'zi insonlar boshqalarning o'ziga qimmat berishi va o'ziga diqqat qilishni qo'lga keltirib, o'zining hurmatlanish ehtiyojini kapolatga ega qilish uchun shuhratparastlik qilishi mumkin. Uning konkret sabablari tuvandikicha. Birinchisi, o'ziga maftun bo'lish, o'zini markaz qilish, xarakter binormalligi bo'lgan vaqtida. Ikkinchisi, o'ziga bo'lgan ishonchisi tuvan bo'lgan vaqtida, o'ziga ishonmagan vaqtida. Uchinchisi, o'zini kuchsiz his qilgan vaqtida va o'zini kuchli ko'rsatishga intilgan vaqtida. Beshinchisi, shuhratning hammaga qodir ekanligiga ishongan vaqtida. Bular shaxslarningki o'zininki sabablari bo'lib, undan boshqa cho'ng jihatdagi, ya'ni jamiyatning sababi nima degan vaqtida, beshinchisi jamiyatda materializmningki avj ilishi, ya'ni mushu kuchga, pulga yoki shuhrat atoqqa havas qiladigan ahvolningki ig'irlashishi bu insonlarningki shuhratparast bo'lishiga sabab bo'lgan omillar hisoblanadi. Shuhratparastlik men yuqorida deb o'tgandagidek bir xil psixika binormalligi bo'lib, shuhratparastlik bilan bevosita munosabatlik psixikalik binormalliklar nimalardan iborat degan vaqtida uning birinchisi o'ziga maftun bo'lish kesili, ikkinchisi o'zini markaz qilish xarakteri binormalligi, uchinchisi tashvishlanish. Ya'ni tashvishlanish ro'y psixika binormalligiga giribdor bo'lgan vaqtida insonlar boshqalarning o'zini ko'zga ilmasligidan davomli andisha qiladigan gap. Shu sababdan bu tashvishlanish kasaliga giribdor bo'lganlardimi shu shuhratparastlik tuyg'usi kuchli bo'ladi. To'rtinchisi tushkunlashish, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchi tuvanlab ketgan vaqtida o'zininki shu o'ziga bo'lgan ishonchning kamligini yoshirish uchun boshqalarning oldida o'zini cho'ng ko'rsatishga, ya'ni shuhratparastlikka intilishi mumkin. Beshinchisi gumonxo'rlik. Ya'ni gumonxo'rlik kasaliga giribdor bo'lgan vaqtida insonlar boshqalardan davomli gumonlanadigan, ya'ni o'zini ko'zga ilmaslikqa, o'ziga to'sqinlik qilishga gumon qilganligi uchun o'zining ro'yidagi shu bo'shliqni to'ldirish uchun ularni shuhratparastlik qilishi mumkin. Mana bular shuhratparastlik bilan bevosita munosabatlik bo'lgan psixikalik binormalliklar. Undaqda qandoq qilgan vaqtida biz haqiqiy hurmat va shuhratga erisha olamiz, yana shuhratparastlik qilishimizning hojati qolmaydi degan vaqtida birinchisi o'zimizga ishonish va samimiy bo'lish. Ikkinchisi har bir qadamimizni sog'lom besish, tirishchanligimiz izchil bo'lish. Uchinchisi har zaman o'zimizni emas, balki atrofdagilarni, boshqalarni o'ylash. To'rtinchisi atrofdagi jamoatga yordam qilib, jamiyatga to'pa qo'shish. Beshinchisi jamoat bilan inoq munosabat o'rnatish. Oltinchisi saxovatli ishlarni aktiv qo'llash va uningga aktiv qatnashish. Yettinchisi mard va cho'ng sifat bo'lish. Sakkizinchisi g'ururliq, prinsipchan, haq va odil bo'lish. Biz bular orqali haqiqiy hurmatga va shuhratga erisha olishimiz mumkin. Men bugun so'zlamoqchi bo'lgan insonlarning shuhrat havasi va shuhratparastlik to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizga aql, farosat
axloq, fazilat va insof ato qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.